15-asrning o'rtalarida Istanbulning To'pqopi saroyining devorlariga tutashgan bir kulbada Ibrohim afandi degan bir kishi yashar edi. U juda kambag'al bo'lib, takka, ya'ni do'ppi tikib sotib kun ko'rardi. O'zi faqir bo'lsa ham ko'ngli boy, taqvoli mo'min odam bo'lib, doimo qalbida bir ezgu istak tashir edi. To'pqopidan Qapali chorsiga qatnar ekan, u yerlardagi masjidlarga havas qilar, koshki men ham bir masjid qurdirsam deya orzu qilardi. Bu orzusining ro'yobi uchun tinmay Allohga duo qilardi. Do'stlari ba'zan uning bu orzusidan kulishar, o'zing kundalik noningni bazo'r topib turgan bo'lsang, masjid qurishga yo'l bo'lsin deyishardi. Ibrohim afandi esa ularga parvo qilmas, duolarda davom etaverardi. Orzular bir kun ushalar